shaharlar, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin dildan samimiy tabriklayman. Men Asl Nur klinikasida 10 kun davomida statsionar sharoitda davolandim. Bu yerdagi shart-sharoitdan, bu yerda o'tkazilgan o'sha o'zimni sog'liqni aynash oyoqlarim bo'yicha murojaat qilganman. Oyoqlarim og'riq bilan, o'sha yurishga qiyinlashgani bilan mana shu murojaatimda yuzaga kelgan og'riqlar anchagina bosildi. Bundan shifokorlardan minnatdorman. Ularni ishlariga katta muvaffaqiyatlar tilayman. Hech qachon o'zlari kasal bo'lmasin. Xalqni salomatligi yo'lida qilayotgan ishlariga, izlanishlariga katta zafarlar tilayman. Barchaning esa mana shunday yaxshi shart-sharoitni qulay hamda shifokorlar tomonidan e'tibor juda ham o'zini kasbiga mas'uliyatli bo'lgan mana shu shifoxonada davolanib, barchangiz shifo topishingizga tilakdoshman. Rahmat.